Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 21-yanvardan 28-yanvargacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21, 22 va 25-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 23, 24 va 26, 28-yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 21, 23-yanvarda 8-13 daraja sovuq, 24, 26-yanvarda 5-10 daraja sovuq, 27, 28-yanvarda 3-8 daraja sovuq, kunduzi 21, 22-yanvarda 0-5 daraja sovuq, 23-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 24-28-yanvarda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 25-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 22, 24 va 26-28-yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 21-23-yanvarda 8-13 daraja sovuq, 24-26-yanvarda 5-10 daraja sovuq, 27-28-yanvarda 3-8 daraja sovuq, kunduzi 21-22-yanvarda 0-5 daraja sovuq, 23-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, 24-28-yanvarda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 22-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23, 25 va 27-28-yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 21-yanvarda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. 22-yanvarda kechasi va kunduzi 0-5 daraja sovuq. 23-yanvarda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 24-yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 25-yanvarda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 26-28-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 21-23-yanvarda 8-13 daraja sovuq, 24-26-yanvarda 5-10 daraja sovuq, 27-28-yanvarda 3-8 daraja sovuq, kunduzi 21-22-yanvarda 0-5 daraja sovuq, 23-yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 24-28-yanvarda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 22-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23, 25 va 28-yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-27-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 21-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq. 22-yanvarda kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 23-yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 24-yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 25-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. 26-28-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 27-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 22-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23, 26 va 28-yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 21-yanvarda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. 22-yanvarda kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 23-yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq. 24-yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 25-28-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24
24-26 yanvarda yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 22, 23 va 27-28 yanvarda qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 21 va 25-28 yanvarda 05 daraja sovuq. 22 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 23-24 yanvarda 2-7 daraja sovuq, kunduzi 21-25 yanvarda 05 daraja iliq. 26-28 yanvarda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuqdan 8-13 daraja sovuqqacha, kunduzi 05 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi, deyiladi O'zgidromet veb saytida.